Avvalambor assalomu alaykum. Barchamizni kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Ana xudo xolasa biz ham Moskvaga yetib keldik. Tojikistonda bir nechta kliplar syomka qildik. Hozir tez kunda sizlarga taqdim qilamiz kliplarni. Hozir Rimga Oromburgdamiz. Oromburgda buning ichida keladigan bo'lsa 27-mart. Murodjon akamiz, Udarnik akamiz olib keldi. Majbur Tojikistonda yetaylar. Ayzaljon Xo'jayev olib keldi. Muzika ukajon. Juda sastav, juda zo'r baquvvat bo'ladi degan umiddaman. Hatto bizdan kamerani orqasida turgan do'stimiz Muzaffarbek Suyunov to'y marosimlar bo'lsa bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa 24 soat ishlaydi. Sizlarning xizmatlaringizda bo'lamiz. Karnay, surnay, kamera, muzika, apparatura hammasi o'zimizda. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hozir Muzaffar do'stimizdan ko'rsatdim. Kamera menga bering. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, musofirdagi qiynalib yurgan chin yurakdagi jigarlar. Rasbomsa Tojikiston, Rossiya bo'ylab xudo xolasa xizmatdamiz. Sastavni juda zo'r qilamiz. Karnay, surnay, elektr motornik bir-biriga qo'yib bir reklama bergan. Bo'lay. Joningiz omon bo'lsin. Kamerachi hammasi o'zimizda. Ayzaljon Xo'jayev akamizni olib kelganmiz. Sastav juda baquvvat bo'lgan. Telefon qilaverasizlar, hammasi o'zimizda bor. Jurnalist